Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar, aka-ukalar. Xudo xolasa mana ishlarimizni boshladik. Tomga pena quyish. Hozir Namangandamiz. Kecha qolib shu yerda ishni boshlaganmiz. Bugun xudo xolasa tugatib qaytamiz. Bu pena lombozimizning tarkibida suv bo'ladi, gips bo'ladi, sement bo'ladi, penasi bo'ladi. Bu narsa yonmaydi, yorilmaydi, loydan ko'ra ancha yengil bo'ladi, 3 baravar yengil bo'ladi loydan. Tagi vassalik yaxshi qoqilgan bo'lsa, xudo xolasa biz quygan narsa ham xuddi shunday holatda qoladi, shunday qatiydi. Bu penamizni yuqa bosilib qo'ygan loy suvoqlar ustiga ham quysa bo'laveradi. Vazni yengil, bemalol 7-10 sm qilib quysa bo'laveradi. Hozirgi mana shu joyimizga ham 10 sm qilib quyapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, qo'ldan kelgancha sifatiga ham mustahkamligiga ham e'tibor berib quyapmiz. Mana razmerlarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Keyin ko'pchilik so'rayapti, chirib ketmaydimi? Chirmasligi uchun mana dimoxodlar ham qo'yib ketiladi, har bittiga ikkitadan qilib. Mana hozir bir quyib ham ko'rsatamiz. Mana shunday holatda, suyuq holatda bo'ladi. Bir qator yamib olgandan keyin oqib ketmaydigan qilib, bu doskani qo'yib, shunday holatda quyilaveradi. O'z pastalantiga chiqaveradi suyuqligini hisobiga. Bu quyilgandan keyin 5 minutda qatiydi, qurishi 15 kun 20 kunga boradi. Tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar shu ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib quyib beramiz, vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Like bosib esdan chiqmasin. Rahmat hammaga.